Feruza Normatova nimadan afsusda? Hozirgi videorolikimiz aynan shu haqda. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Feruza Normatova o'zining qaysi rolidan afsuslanishini e'lon qildi. Aktrisa muxlislari tomonidan berilgan "Shu paytgacha qaysi o'ynagan rolingizdan afsuslangansiz?" savoliga javob berar ekan, u Million konsertidagi sud zalidagi obrazini keltirdi. Feruza Normatova shu paytgacha o'ynagan rollaridan eng kam yoqqani aynan Milliondagi sud zalidagi roli ekanini ochiq aytdi. Aktrisa Xorazm yoki Nukusda o'tkazgan konsertlaridan birida "Shu rolimni o'ynagach, Alloh o'zingga shukr, shu roldan qutuldim" deganini ta'kidladi. Feruza Normatova bu rolining unga umuman yoqmagani, lekin u o'zi uchun foydali tajriba bo'lganini ham ta'kidladi. Aktrisa Nargiza Abdullayeva Navo TV 13-studiya dasturida juda shaxsiy va samimiy lahzani o'rtoqlashdi. Dastur boshlovchisi undan "Onangizdan kechirim so'rashingiz kerak bo'lsa, nima uchun kechirim so'rar edingiz?" deb savol bergach, aktrisa samimiy ravishda qalbdagilarini ochdi. Nargiza o'z javobida quyidagilarni aytdi. Hech kim farishta emas. Bilasizmi, odam eng ko'p kimga qattiq gapiradi? Uni ko'tara oladigan, tushuna oladigan odamlarga. Ba'zan kimdandir alamimni olib, onamga ovozimni ko'targan paytlarim bo'lgan. Juda qattiq emas, lekin baribir ko'tarilgan ovoz bilan. Arzimaydigan insonlar uchun onamdan alamimni olganim uchun o'zimdan uyalaman. Onamni juda yaxshi ko'raman, chin dildan qadrlayman. Shuning uchun onamdan uzr so'rayman, dedi u ko'zlari namlanib. Aktrisaning ushbu samimiy e'tirofi muxlislar va tomoshabinlar qalbiga yetib bordi. U o'z gaplari orqali nafaqat onasidan, balki jamiyatga ham bir saboq berdi. Ona mehrining qadriga yetish, unga baland ovozda gapirmaslik va har bir onaning hurmatga loyiq ekanini yana bir bor eslatdi. Nargizaning ushbu ochiqchasiga qilgan e'tirofi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda.